zaryad qaytarsa, cruise control bo'lsa, turbo rejimi bo'lsa, eng muhimi, sirpanchiq yo'lda o'zini o'nglab oladigan rejimi. Bundan tashqari yana bir qancha qulayliklari bor. Bundan ortiq yana nima kerak? Sizga Yadaya'ni eng aqlli, eng qulay skuterlardan yana bittasini topib qo'ydim. Bu GT60 modeli. Hozir qisqacha obzor qilib beraman. Motor quvvati 1500 watt, tezligi soatiga 60 km, 72 volt, 38 amper, 6 ta grafenli akkumulyator o'rnatilgan. Bitta to'liq quvvat bilan 90-120 km masofani bemalol bosib o'tasiz. Endi qulayliklari va qo'shimcha funksiyalariga to'xtalib o'tsak. Birinchi ochiriqda o'sha boshida aytib o'tganimdek, cruise control, rekuperatsiya hamda sirpanchiq yo'lda o'zini o'nglab olish va bundan tashqari balandlikdan pastlikka qarab ketib turganingizda sekinlab o'zini o'nglab oladigan rejimi ham bor. Smartfoningizga Yadaya ilovasini tortib olib, bu barcha sanab o'tgan funksiyalarini boshqarsangiz bo'ladi. Bundan tashqari signalini hamda signalizatsiyasini ovozini o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Qulayliklari: masofadan boshqariluvchi pulti, oldi-orqa jetkisli tormoz bilan jihozlangan, bundan tashqari parkovka hamda orqaga yurish rejimi va eng muhimi, skuterimiz to'laqonli duga bilan jihozlangan. Ha, yana bir gap, orqasida katta bagaji va o'rindiq ostida ham bagaji bor. GT60 modelimiz sizga ham ma'qul kelgan bo'lsa, hoziroq ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz.